Gulruxsor opa 1 oydan beri etdingiz. Dori-darmonlar ichdingiz. İçdim ha. Lekin bo'ynimizdagi og'riq qolmadi. Qolmadi. Uje choynakni ham ko'tara olmaydigan bo'lib qoldim dedingiz. Ko'tara olmadim. To'g'rimi? Bo'yindagi og'riqlar kuchli edi. Uxlashga bermasmidi? Yo'q, chidab bo'lmasdi. 4 kundan beri igna terapiyalar oldik, fizioterapiyalar oldik. Nima o'zgarishlar bo'ldi? Kelgan kunimdan og'rig'i ancha qoldi. Chidasa bo'ladigan. Hozir bu bemorimizga igna terapiya qilamiz va elektroakupunktura qilamiz. Nerv o'tkazuvchanlikni tiklash uchun, stimulyatsiya qilamiz trigger nuqtalarini olish uchun va undan keyin bemorimizni bitta yana holatini so'raymiz. Bu opamizni kelganda bitta qo'li pastroq ko'tariladi. Hozir ikkita qo'lni barobar ko'taringiz. Davomida ko'taring. Bir xilmi? Bir xil bilmas. Bir xilmi ikkita qo'li? Boyagi og'rig'imiz qanaqa? Og'rig'im yo'q. Og'riq yo'q. Yo'q. Bu dori ukollar qildikmi? Yo'q. Yo'q, qilmadik. Chuqur nervlarga stimulyatsiya qildik. O'tdagi o'tkazuvchanlikni tikladik. Mushaklardagi triggerlarni oldik. Yana bir tekshirib ko'rishlari mumkin. O'zi mana og'rig'im yo'q dor. Xursandmisiz? Xursandman. Rahmat. Xudo xohlasa. Dori-darmonsiz operatsiyasiz davolasa bo'larkan. Bo'larkan. Og'riqlarim qoldi. Xudo xohlasa. Bo'ldi, o'tib olasiz. Bularga bitta qazichalik qo'ydik.